Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, tinchmisizlar, omonmisizlar, sog'liqlaringiz yaxshimi? Birodarlar, bugun ro'za Ramazon oyining inshaalloh oxirgi 10 kunligining 26-chislosida turibmiz. Alhamdulillah, bugun bir zo'r xursandchilikka arzigulik bir ish bo'ldi. Hazaros tumanilik bir birodarimiz, bir bratimiz bugun shuning komplekt bu komplekt 25 yillik xaltada un bilan 100 dan ortiq, adashmasam 100 dan ortiq 130 ga yaqin xo'jalikka, nochor xo'jaliklarga shunday narsalarni tarqatibdilar. Shundan hozir Shohpir masjididan durib tarqatildi bu narsa. Shuning 3sini hozir bizlarga yetkazdilar. Karvakdagi shunday bir zarur xo'jaliklarga yetkazib qo'yishimizni so'radilar. Maşallah, bunu hazır ko'rsatishimizdan maqsad kimidir maqtash emas, kimidir boshqa qilish emas, hech kim oddiy familiyasini aytilmaydi bu yerda. Bu o'rnak olarak bir chiqarib turibmiz. Bu narsadan o'rnak olishimiz zarur, chunki bu zakot, bu ihson, albatta ihsonning evazini ihson qaytadi. Bir insondan so'ragan ekanlar, "Nechatib qo'ygansiz?" desa, "Zakot berib" degan ekandan. Bu yil 1 so'm zakot bersangiz, indiki yil 2 so'm zakot berish Alloh majburlab qo'yadi ekanlar. Shuning uchun birodarlar, sadaqalaringizda, zakotlaringizda qoyim bo'lishni unutib qo'ymasligingiz tilab qolamiz. Barchalaringizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Şu sadaqa qilib turgan birodarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Haqqini duo qilib qo'yasizlardan umid etamiz.